Viloyat hududiy qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida nazorat qilish inspeksiyasi tomonidan Marg'ilon shahridagi Yangi O'zbekiston massivida qurilishda ochiqlik va shaffoflik, Farg'ona viloyatida qurilishda sifat nazoratining yangi bosqichi mavzusida press tur o'tkazildi. Inspeksiya 2025-yil davomida qurilishda davlat nazoratini kuchaytirish, obyektlarda xavfsizlik va sifatni oshirish bo'yicha keng ko'lamli chora-tadbirlarni amalga oshirdi. Joriy yilda qurilishda davlat nazorati shaffof qurilish milliy axborot tizimi orqali inspeksiyaga 6700 dan ortiq obyekt biriktirildi. Ularning 4600 dan ziyodi foydalanishga topshirildi. 2000 dan ortiq qurilish maydonlarida esa nazorat ishlari davom etmoqda. Obyektlarda 23500 dan ziyod monitoring o'tkazilib, aniqlangan kamchiliklar bo'yicha 15700 ta yozma ko'rsatmalar berildi. Ulardan 14500 dan ortig'ini ijrosi qilingan. Bu obyektlarimizda inspeksiyamiz tomonidan kunlik nazorat o'rnatganmiz. Kirib kelayotgan qurilish materiallarini sifatini tekshirib, o'sha sertifikatga mosligini tekshirib, keyin obyektga qo'yish yo'lga qo'yilgan. Har bir olib kirib kelinayotgan materiallar nazorat qilib, tekshirib sifatini keyin obyektga qo'yish yo'lga qo'yganmiz. Qurilishda shaffoflikni ta'minlash maqsadida viloyatda QR kodli pasportlar joriy etildi. Bu orqali har bir obyekt haqidagi loyiha ma'lumotlari, ekspertiza xulosalari va muddatlar ochiq tarzda taqdim qilib borilyapti. Hozirgacha 1200 dan ziyod obyektga QR kodli pasportlar o'rnatilgan. Shu bilan birga 100 ta ijtimoiy soha obyektida o'rnatildi. Kameralar operatorlar shtabiga ulanib, onlayn nazorat tizimi yo'lga qo'yilgan. Inspeksiya tasarrufidagi qurilish sinov laboratoriyasi ham sohadagi nazoratni yanada kuchaytirmoqda. Joriy yilning 10 oyi davomida 636 ta shartnoma asosida 17800 dan ziyod laboratoriya sinovi o'tkazildi. Ularning 873 tasi ijobiy, 81 tasi esa salbiy xulosalar qayd etgan va kamchiliklarni bartaraf qilish bo'yicha buyurtmachilarga talablar yuborilgan. Hozirgi kunda mana 3 ta o'tkazayotgan xodimlar bular hisob-kitobda qilishmaydi. Ya'ni qanday bo'ladi buni protsessi? Bular hozir olib borib turib, bo'lim boshlig'i metga qo'yadi. Ya'ni aytmaydi, misol uchun palonchi qurilish demaydi. Misol uchun raqam qo'yiladi, 101 kod deydi. Misol uchun va boshqa xodimga beradi. Bu nima degan? Boshqa xodim hisob-kitobda qilayotganda kimligini bilmaydi bu. Bu to'g'ri natijani chiqaraveradi. Ya'ni har bir uchala proses bo'lingan. Farg'ona viloyatida qurilish sohasida davlat nazorati bosqichma-bosqich yanada kuchaytirilmoqda. Elektron monitoring, laboratoriya sinovlari va huquqiy chora-tadbirlar orqali har bir qurilish obyektida shaffoflik, sifat va xavfsizlikni ta'minlashga qaratilgan kompleks islohotlar izchil amalga oshirilyapti.